Leksimizi başlaymiz. Vaziyet ve muhakeme vatandaşım. Biz yuqorida sizlarga sizlar bilan birlikda tahlil qilamiz vaziyatni dedik vatandaş. Shundan avval shundoq deylik, sizlarni bugun aytib o'taylik. 2022 yil 3-oyning 27-kuni biz sizlarga boshdan oxir so'zlab kelyapmiz. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining marhum prezidenti Reagan to'g'risida so'zlagan edik. Boshda masal qistirib o'tdim. Shundoq degan edi, Rossiya yovuz jahongir yoki yovuz imperiya. Shego Xitoy tilida. Shundoq degan edi. Bugun endi Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi prezidenti Joe Biden, Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin urush jinoyatchisi 2 qatam degandan keyin tunugun Polshaning prezidenti Duda bilan ko'rishgan vaqtda nima debdi? Yana bir qatam shundoq, yana bir qatam emas, bu qatam almashtirib degandek, so'zni yangilab degandek, nutqni qaytadan boshlab degandek prezident Vladimir Putin, prezident yo'q, cuma prezident degan gap yo'q. Vladimir Putin jallod. Bu inglizcha butcher deyilgan. Vladimir Putin jallod. Shunga Washington Post'si gazeti nima debdi? Bu qatim prezident Joe Bidenning Rossiya davlat boshlig'i tutgan muomalasi yoki eg'izidan chiqargan so'z va nutq bayonlari tarixdagi, masalan, sovuq munosabatlar urushi davridagi Roosevelt, Trump'ning keyingi Reagan qatorliq prezidentlarning so'z iboralariga solishtirsak, ularning so'z iboralaridan olqib tushdi. O davr sovuq munosabatlar urush davri edi. Bugun ham anaqda olqib rasmiy qiziq urush, haroratli urush. Masalan, Rossiya Ukrainaga tajovuz qildi, bu rasmiy urush. Bu davrga kirganda prezident Joe Biden Rossiyaning davlat boshlig'ini dastlabda dediki, urush jinoyatchisi. Ikkinchi qatam Polshada yana bir qatam dediki, urush jinoyatchisi. Endilikda Vladimir Putin jallod. Dostlarsiz biz endi shu tahlil qilamiz. Bir-birimizning tahlilini anglab o'tiramiz. Endi bu gaplar shunda qo'yildi, gap deyildi, buni nutq deyildi, buni shunda deymiz endi. Lekin shu narsa esingizdan bo'lsinki vatandosh, marhum prezident Reagan yovuz imperiya deb bo'lib, uning kaynida yana bir qatimliq nutqida prezident Gorbachev biz Berlin temini o'rib etaylik yoki siz Berlin temini o'rib eting dedi 87-yili. 87-yili 3 yildan keyin esingizda bor 90-yilga kirganda butun Yevropa o'zgarishga kirib ketdi vatandosh. Biz onunla ba'zida tahlilchilar Afg'oniston urushi voqeasini ketib keldi, ma'qul. Rossiya Afg'onistonga tajovuz qilganligi uchun iqtisodiy jihatdan ketib qoldi dedi, ma'qul. Bugun Rossiya Ukrainaga tajovuz qilganligi uchun iqtisodiy jihatdan ketgandek bir ishlab shu salasuluqni chiqaraylik. Biroq prezident Reaganning shu so'zi bilan ayni vaqt Sovetlar imperiyasi, Kreml imperiyasi yemirildi vatandosh. Bugun bir keskin vaziyatda, ikkinchisi keskin munosabatlarda, uchinchisi keskin diplomatiya doirasida va shundaqli bugun Rossiya Federatsiyasi hukumatini Jungo Kompartiyasidek yana bir mustabid hokimiyat qo'llab turayotgan vaziyat asida. 79-yil Rossiya Afg'oniston kirganda Jungo Amerika tarafda edi. Bugun Amerika tarafdan ayrilib chiqib, Jungo Rossiya tarafda turib, Rossiyani qo'llayotganda mushundaq bir keskin sharoitda o'ylab bakın, tunugun bunu biz tasavvur qilib aqlimizga ololmaymiz. Rossiya bilan Xitoy birlashib turganda Amerika bularga mushundaq deydi, Amerika prezidentlari mushundaq urush jinoyatchisi
qotil yoki jallod deyalaydi, tasavvur qilgan emas. Deyalaydi deganga bu qo'rqib qolganligi, hayo qilganligi va yoki aymanganligi nuqtasidagi gap emas. Endi jahonda bir tamponliq olti ikki davlatning raqobat yoki dushmanlashishimi, birlikda turishi bu bir nuqtada dunyoning muvozanatini, tamponliqini saqlab turadigan bir xil omildir vatandosh. Hozir bu omil buzildi. Tamponliqni saqlab turayotgan ikkinchi bir taraf yoki raqobat kuchi bilan dunyoni boshqarib turayotgan ikkinchi bir taraf o'zigadan Ukrainaga tajovuz qilib kiribla o'zini o'zi halok qildi desangiz bo'ladi. Endi bu shunday vaqtda prezident Joe Bidenning og'zidan urush jinoyatchisi yoki qotil, jallod degan gapning og'zidan chiqishi, qotil emas-ku, aynan ishiltirma, jallod degan gapning og'zidan chiqishi. Endi buni nima deb tasvirlasak bo'ladi? Tilimiz ojizlik qilmay bosh dedim-ku. Ola sharing desam bu gap to'yimayotdi dedim-ku vatandoshim tuniga. Buningdimi kuchli bir gap bo'lish kerak. Endi hozir shu nima deb tasvirlashkimi? Bizning hozirgi til saviyamizda Uyg'ur tilidan men tuzukroq bir iborani topolmadim. Kechiringlar vatandoshlar, bu qaltis o'zgarish. Endi hozir bu o'zgarish, men davomli so'zlab kelayotgan nuqtamdan aytganda bu o'zgarish Rossiya xalqi, Rossiya, Yevropaga, butun dunyoga qanday ta'sir ko'rsatdi emas, joyillik bilan Rossiyani qo'llayotgan. Hozirgacha Rossiya Ukrainaga tajovuz qildi deyishdan o'zini qochirayotgan, shunday deyish jur'at qila olmayotgan Jungoga qanday ta'sir qildi? Gap mana shu edi. Sizning akangiz Qirg'ay Rossiyani bugun xalqaro jamiyat yuqoriqadek tasvirladi. Siz kim? Bu sizga qanday ta'sir qiladi? Siz o'rningizni qayerdan izlaysiz? Qayerga qo'ysiz o'rningizni? Demak, bir jumla so'z aytganda urushni dunyo yaratmadi. Ikkinchi ma'nodan aytganda urushni dunyo qabul qilolmadi. Üçüncü ma'nodan aytganda dunyo urush bilan masala hal qilishga emas, dunyo tinch yo'l bilan masala hal qilish joyida kirdi. Ukraina urushi hozirgi dunyoda shunday oqibatlarni keltirib chiqadi. Davlatlararo munosabatning yiriklashishi. Endi hozir Yaponiya bilan Rossiyaning munosabatimi 2-3 kundan beri yiriklashib ketdi vatandosh. Rossiya nima dedi? Men Yaponiya bilan tinch shartnoma tuzmayman dedi. Hozir Rossiya iliq shimoldagi 4 orol atrofida harbiy manevr qilishga boshladi. Yaponiya buni ogohlantirish berishga hay deyishga boshladi. Bu ikki davlat o'rtasidagi munosabatning bu darajaga kelib qoldi. Yaponiya bilan Rossiya o'rtasidagi munosabat. Müşahiye keldi. Men sizlarga bu nuqtadagi leksiyamda javobni berdiganim, sizlarga xulosa chiqardiganim deganimiz nima? Urush jinoyatchisi, ondan jallod. Endi bunga hozir xabarlar qarasam 2 soatdan bir xabarlarga Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mahkamasidan davlat ishlar kotibi Antony Blinken tuzitish beribdi. Xudo xolisa buni tayyorlab sizlarga yetkazamiz. Anadagi shu kunlar degandek Aqsaroyning bayonotchilari tuzitish beribdi. Bu siyosat debdiki, Antony Blinken debdiki bu siyosat prezident Joe Bidenning o'zining gapi bu Amerikaning davlat siyosatiga to'g'ri emas, yoki davlat siyosati emas degandek, bizning Amerikaning Rossiyada hokimiyatni almashtirish, siyosiy hokimiyatni almashtirish niyatimiz yo'q degan so'zlarni qildi. Buni sizlarga yetkazamiz. Lekin gapning uzoyi hozir sizdek bizdek kishilar yoqadigan gap. Bayqidakda urush jinoyatchisi jallod. Siz esinglarda bo'lsin, hurmatli vatandoshlar.